Assalomu alaykum. Hammada hozir biz mana bu balon ichidagi solidor solishimiz kerak. Solid oil beradi bu yerga. Mana bunda baqlashini kesib tashlaymiz. Keyin solidorni mana plombasini ochamiz. Ochgandan keyin baqlashini bunga kirgizib, olov bilan buni yaxshilab qizdirsak, bu yopishib oladi. Yopishib olgandan keyin hozir buni orqasidan itaramiz balon ichiga qarab. Kichkina bo'lib yopishdi bu. Bo'ldi chiqib ketmaydi bu. Keyin mana krishkasini ochamiz, orqasidan lattani tiqamiz. Ana krishkasini ochish kerak baqalashkaning. Bo'ldi, endi orqasidan itaramiz sekin-asta. Saldor chiqishini ko'ryapsizlarmi? Mana chiqyapti. Va zo'r bo'lganini buni ochamiz, buni solamiz. Men buni moyning o'rniga nima solidor soldim bunda. Bu nima oqizgandi. Shu uchun solidor ko'proq yuradi. Ana u issiqxonada kamroq solibdi. Shu uchun men uzun dabavka qilyapman. Mana bu ikkinchisini dabavka qilyapman shunaqa qilib. Orqasidan itaramiz, hammasi ketadi. Solidor ichiga vahsha qolmaydi. Atqot qolmasdan hammasi ichiga ketadi. 100% ketadi. Ana Allah. Ko'rgan bo'lsangiz latta sariq ko'rinib qoldi ichidan. Tamam, easy. Tamam. E'tibor uchun rahmat. Hammadan like ni bosish esdan vahsha chiqmasin. Obunachi bo'lib, like ni bosib